Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, tezkor va muhim yangiliklar faqat bizning kanalda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Buxoroda quduqqa tushib ketgan qiz vafot etdi. Turkiyada fohishalikka majburlangan qiz haqida shoshilinch xabar. Endi shular haqida batafsil. Buxoroda quduqqa tushib ketgan qiz vafot etdi. Kecha 15-aprel kuni Buxoro viloyati Olot tumanida joylashgan 28-maktabning 3-sinf o'quvchisi quduqqa tushib ketib vafot etdi. Bu haqda qalampir.uz so'roviga asosan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Bildirilishicha, kecha 15-aprel kuni soat taxminan 14:00 lar atrofida Olot tumanida 28-maktabning 3-sinf o'quvchisi maktabga qo'shni xonadon hovlisida joylashgan eski quduqqa ehtiyotsizlik oqibatida tushib ketgan va qiz vafot etgan. Uni qutqarishga uringan maktab qorovuli ham mazkur quduqqa tushib ketib, ahvoli og'irlashib, tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Qayd etilishicha, voqea joyiga mas'ul xodimlar va boshqa tezkor tergov guruhi a'zolari chiqib o'rgangan. Hodisa sodir bo'lgan joy ko'zdan kechirilib, quduq ichida joylashgan qora rangli botqoq suyuqligidan namuna olindi. Tuman tibbiyot birlashmasida murda tashqi ko'zdan kechirilib, sud tibbiy ekspertizasi o'tkazildi, deyiladi Hayot Shamsiddinov taqdim etgan axborotda. Turkiyada fohishalikka majburlangan o'smir qiz haqida shoshilinch xabar. Turkiyaga aldov yo'li bilan chaqirilgan va murakkab vaziyatga tushib qolgan voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarosi joriy yilning 14-aprel kuni ortga qaytarildi. Bu haqda Istanbul shahridagi bosh konsulxona xabar berdi. Aniqlanishicha, ota-onasidan erta ayrilgan Sesi ismli qiz qonuniy vasiylarning roziligisiz Turkiya oliy o'quv yurtlariga tahsil olish maqsadida Istanbul shahriga borgan. U o'zbekistonlik tanishining tavsiyasi bilan Turkiyada tahsil olayotgan AD ismli shaxs bilan bog'langan. Turkiya borgandan so'ng Sesini AD kutib olgan va unga bosim o'tkazib, uni fohishalik bilan shug'ullanishga majburlagan. Qarshilik qilgan taqdirda esa uni mahalliy jinoiy guruhlarga topshirish bilan qo'rqitgan. Hayoti xavf ostida qolganini anglagan qiz yordam so'rab, o'zbek diasporasi vakillariga murojaat qilgan. Faollar tomonidan bosh konsulxonaga olib borilgan va mazkur fuqaroning holati o'rganilgan. Tartibda ko'rib chiqilgan. Ushbu holatda aloqador shaxslarga nisbatan tegishli choralar ko'rish bo'yicha ishlar tashkil etilgan. Qiz ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan kutib olingan va hozirda uni oilaviy muhitga qaytish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda, deyilgan xabarda. Eslatib o'tamiz, kecha 15-aprel kuni Turkiyada ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan voyaga yetmagan qiz O'zbekistonga qaytarilgandi.